Короче, o'rtoqlar, men hozir mana bu qizga choy tayyorlab berib tuxum qovur desam, hamma yog'ini kiydirib ketdi. Ro'sta, naqa bo'ldi, nima edi? Keyin tuxum qovurilgan, shu tuxum qovurilgan, oqlari qolib ketgan. Men baland gazda hozir bitta dotdim, mana butim, oyog'im ham даже. Qani oyog'ingiz? Mana otlar. Yuzma. Короче, o'zi har doim pishirardi, bilmayman, o'sha qovurib bergan desam, yig'lab kelyapti. Hayotim keyin chotki qilib mana tish pastasi surib qo'ydim hamma yog'iga. Malikaniki ham orotgan qizim. Surasiz. Короче, qadrdonlar, nima sizlarga foydali ma'lumot, qatiladir kuyib qolsa tish pastasi sursanglar tezroq tuzalib qoladi. Boshqa narsa pishirmay, xo'pmi? Hazillashyapman, ha? Siz pishirgan qadar shirinlar. Qatoyimikidagi. Oyimikidan keyin. Xo'p. Hozir bilamanlar, 100 cho'riga tushirib qo'ysam, ya eng shirinni.